Yurtimiz dalalarida qishloq xo'jaligi xodimlari uchun yilning eng mas'uliyatli, sharafli va hayajonli pallasi. Oltin boshoqlarni yig'ib olish mavsumi boshlandi. Olmaliq kon metallurgiya kombinati iste'mol mollari ishlab chiqarish boshqarmasi g'allakorlari ham Ohangaron tumani hududidagi 213,6 gektar yer maydonida bug'doyning serhosil va iqlim sharoitimizga chidamli bo'lgan vassa navini o'rib olishmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Ta'kidlash kerakki, ko'rsatilgan agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida va sifatli bajarilishi natijasida dalalarda mo'l hosil ko'tarildi. 2026-yilgi g'alla hosilini qisqa muddatda nesnobud qilmasdan sifatli yig'ib olishni tashkil etish oldidan dala maydonida mehnatkashlar uchun dasturxon yozildi. Olmaliq kon metallurgiya kombinati boshqaruv raisining xodimlar va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Sadi Shermatov boshchiligida xalqimizga xos urf-odatga ko'ra katta ishni boshlashdan avval nuroniylardan hosil barakasi uchun duo olindi. Bug'doyning vassa navi O'zbekiston va Markaziy Osiyo iqlim sharoitida juda yaxshi o'sadigan kuzgi yumshoq nav bo'lib, u asosan qurg'oqchilikka chidamliligi va tuproq sho'rlanishiga bardoshliligi bilan ajralib turadi. Poyasining baquvvatligi va o'rtacha bo'yi sabab kuchli shamol hamda noqulay ob-havoda ham yotib qolmaydi va don ziyon ko'rmaydi. U o'rta erta pishar guruhga kiradi va vegetatsiya davri 217 kundan 276 kungacha davom etadi. Poya balandligi 77-102 sm atrofida. Kombinat dalalarida 19-iyun kuni boshlangan o'rim jarayonlarining 5 kunlik natijalariga ko'ra 70 gektar yerdan 455 tonna bug'doy yig'ib olingan. Hosildorlik esa 65 sentnerni tashkil etmoqda. Mavsumni qisqa muddatlarda va isrofgarchiliksiz yakunlash maqsadida o'rim ishlariga 3 ta zamonaviy kombayn hamda zarur transport vositalari jalb etilgan. Jarayonlarni uyushqoqlik bilan tashkil etish, mexanizator va ishchilar uchun munosib mehnat, dam olish sharoitlarini yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.